Masalan biz bugun qo'ygan aytmo, agar biz haqiqiy tadabbur bilan tafakkur bilan qo'ygan bo'lsak, bizni hayron qoldirdi. Qanday hayron qoldirdi desanglar? Agar bu vazifalarni qilmay, o'zimiz chaqlab, xohlagancha yashab ketsak, tuzkorlik qilsak, mas'uliyatni ado qilmasak, va shunda Allah subhanahu va taolo bu Bani Isroil olgan ahdini, Bani Isroillarning o ahdiga qarshi qilgan ishlarini bayon qilib berdi Qur'on Karimda. Bizning u ahvolga tushib qolmasligimiz uchun qanday bayon qilib berdi? Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Qur'on Karimdan bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Bu oyatlarni biz bizga tushgan deb o'qiymiz. Darvaqa bu oyatlar bizga tushuvlik. Alloh subhanahu va taoloning bu kalomining Qur'on oyatlarining shunday bir mo'jizaligi borki, agar biz tushuna olsak, agar biz his qila olsak, bizning ahvolimizni bilgan bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo dal bizni o'yg'otadigan, bizni eskartadigan, bizning kim ekanligini bizga tuntadigan oyatlarni Qur'on Karimda tushuvlik. Bizning qanday ekanligimiz, bugungi kunda qanday ekanligimiz, nima ish qilishimiz kerak ekanligi, nima ish qilsak, nima bo'lganligini Qur'on Karimda aniq ko'rsatib qo'yganlik. Hayron qolarlik darajada. Men haqiqatan o'sha oyatlarni o'qigan vaqtimda pek hayron qolaman. Masalan, biz bugun o'qigan oyatmo, agar biz haqiqiy tadabbur bilan tafakkur bilan qo'ygan bo'lsak, bizni hayron qoldirdi. Qanday hayron qoldirdi desanglar, biz oldindan bir darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ey Allohga ishongan kishilar, ey Allohga ishongan Uyg'ur musulmonlari, uzkuru ni'matallahi alaykum. Allohning sizga bergan ne'matini eslanglar deydi. Qaysi ne'matni eslanglar deydi? İz hamma qavmun ay yabsutu ilaykum. Ayni davrda u qavm, u dushmaninglar sizlarga qo'l uzatgan. Sizlarni tutishga tirishgan, sizlarni turmalarga, zindonlarga tashlash uchun qo'lni uzatganmi? Haqiqatan uzatgan. Muhojatga chiqqan qaysi birimizni hozir vatan qaysiq sulmaydi? Qaysi birimiz o'zimizning bexatarligidan ensirab qaytmayotimiz? Qaysi birimiz tutuvamizsin deb chiqmagan chet elga? Hammamiz ana shundoq dushmanimiz bizni tutuvamizsin deb ular qo'l uzatgan vaqtida chiqqan. Allah subhanahu wa taala bu oyatda iz hamma qavmun ay yabsutu ilaykum. Ayni davrda, ya'ni sizlar vatandagi vaqtinglarda u qavm, u dushmaninglar sizlarga qo'l uzatgan, sizni tutish uchun. Fakaffa aydiyahum ankum. Nima bo'lib xotiram chiqib qoldik? Nima bo'lib boshqa o'xshash tutib qolmadik? Allah subhanahu wa taala bizni mana shunday bir ne'mat bilan imtihon qilishni iroda qildi. Fakaffa aydiyahum ankum. Allah Taala ularning qulni sizlardan to'sib qoldi. Bizning bu chet elga chiqishimiz, erkin dunyo ne'matiga erishishimiz bu Allohning bir ne'mati va shundaqla bu ne'mat buyuk bir imtihon yushurilgan bir ne'mat. Hargiz o'ylamaylikki, mening pulim bo'lganligim uchun men chet elga chiqib oldim, mening aqlim bo'lganligim uchun men saq qoldim deb o'ylamayli. Nurg'un pul va qarindoshlarimiz vatanda qolib qoldilar. Nurg'un aqlli kishilarimiz zindonga tushib ketdi. Nurg'un olimlarimiz tutib ketdi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bizni erkin dunyoga chiqishga nisib qildi. U kofirlarning qo'lini bizdan to'sib qoldi. Allah subhanahu wa taolo dal bizning ahvolimizni bayon qilibdi bu oyatda, dal bizning ahvolimizni bayon qilibdi. Xo'sh, unda bo'lsa Alloh subhanahu wa taolo bizga mana shunday ne'mat beribdi. U kofirlarning qo'lini bizni to'sib qolibdi. Endi bizning qildigan ishimiz nima? Muhojatdir. Birinchi ulab Alloh taolo oyatda iniq deb qo'ydi davomida. Vattaqulloh. Unda bo'lgan ekan, Alloh subhanahu va taolo dushmaninglarning qo'lini sizdan to'sib qolgan ekan, bu erkin dunyo ne'matini bergan ekan, sizlarning melinglarni, balaringlarni qishinlarni qilgan ekan. Vattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar. Birinchi ulab taqvoliklarni yo'qitib qo'ymanglar. Erkin dunyoga chiqqandan keyin Bani Isroillarga o'xshash dininglarni yenib olmanglar deydi. Chunki mana shunday erkin dunyoga chiqqandan keyin ko'p hollarda yuz beradigan ish qaysi? Imtihondan o'tmaslik sababi nima? Dindan suslashish. Bani Isroillar shunday bo'lgan. Bu sababli Alloh subhanahu va taolo bizning imtihondan o'tmay qolmasligimiz uchun bizning bu imtihondan o'tadigan savollarning javobini deb berdik. Ajoyib bir ish. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bizga ne'matni berib imtihon qiladi. Bu hayotimizga imtihon qiladi, ammo Alloh subhanahu va taolo bu imtihonning savolining javobini bizga deb beradi. Ham mana shunday javobi deb berilgan imtihonni o'tamasak, haqiqatan azobga loyiqmi inson? Azab qiladi. Allah subhanahu wa taolo ma ne'matning bir imtihon ekanligini deb bo'lib, bu imtihonning o'tishning yo'lini ko'rsatib, birinchisi taqvodorlik, Allohdan qo'rqinglar, dininglardan suslashmanglar, dininglarda mustahkam turinglar. Ikkinchisi va alallohi falyatavakkalul mu'minun. Haqiqiy mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Endi biz elga chiqdik, u yo'q, bu yo'q demay, Allohga tavakkul qilib imonda mustahkam tursin deydi. Ya'ni biz qilgan ishlarimizda, butun ishlarimizda Allohni tayanch qilishimiz
Ma bizningki ikkinchi qatimliq chet el yerda qildigan ishlarimiz. Alloh subhanahu va taolo ondan keyingi oyatda mana mushundaq erkin dunyo ne'mati berilib, u ne'matda qilishga tegishli ishini qilmagan, u imtihondan o'tamagan kishilarning oqibatini bizga so'zlab berdi. Bizning ularga o'xshash bo'lib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va laqad akhadallohu mithaqa bani Isroil va ba'athna minhum 12 naqiba." Biz Bani Isroildan ahd oldik deydi. Ayni davrda Bani Isroillarni o zulmdan qutuldirgan vaqtda Musa alayhissalom Allohning buyrug'i bilan uldan bir qancha ishlarda ahd oldik. Va ba'athna minhum 12 naqiba va ulardan 12 vakilni tanlab bu dushmanga qarta avatdiq. Va qalalloh inni ma'akum. Va Alloh subhanahu va taolo ularga dediki, men sizlar bilan birga qo'rqmanglar. U amaliqlar, u dushmanlar kuchli bo'lsa-mu, sizlar qo'rqmanglar. Men sizlar birga dedi Alloh subhanahu va taolo. Va shundaqla layn aqamtumus salat va ataytumuz zakat va amantum bi rusuli va azzartumuhum va aqradtumulloha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum va la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Xo'sh, Alloh subhanahu va taolo Bani Isroillarni zulmdan qutuldirib, erkin dunyoga chiqqandan keyin ulardan ahd oldi. Qanday ahd oldi? Va shundaqla ularga nima ishlarni buyurdi? Birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo ularni 12 vakilni, 12 boshliqni tanlab dushmanga qarshi avatdi. Ya'ni men sizlar bilan birga dushmanlarga qarshi, zulm qarshi to'xtab qolmanglar deb ularni zulm qarshi harakat qilishga, kurash qilishga, bo'shashmaslikqa buyurdi. Va shundaqla ikkinchi bo'lib layn aqamtumus salat, ma shaxsiy ibodatga buyurdi. Namoz o'qisanglar, va ataytumuz zakat, zakat bersanglar, va amantum bi rusuli, payg'ambarlarga iymon etsanglar, ishonsanglar, va azzartumuhum, u payg'ambarlarga yordam bersanglar, va aqradtumulloha qardan hasana. Allohga qardo hasana, ya'ni foyda chiqadigan qarzni bersanglar. Ya'ni mana shu zulm qarshi yo'lda, payg'ambarlarga yordam berish yo'lda, dinni kuchaytirish yo'lida Alloh yo'lida chiqim qilsanglar, pul xaylasanglar, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum va la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sizlarning gunohinglarni sizlardan o'chirib tashlayman. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannat kirgizaman. Faman kafara ba'da zalika minkum. Ashundan keyin mana shunda ochiq ne'matga erishib bo'lgandan keyin sizning nima ish qilganliginglarni men ko'rsatib bo'lgandan keyin u ishlarni qilmay, kimki tuzkorlik qiladi ekan, keyniga chekinadi ekan, iymonni yanada ekan, faqat dalla sawa as-sabil. U odam yo'lni ezib ketgan bo'ladi. Ochiq yo'lni ezib ketgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizlarga muhojirat diyarida qildigan ishimizni deb berdi. Birinchi bo'lib taqvodorlik, ikkinchi bo'lib Allohga tavakkul qilish, uchinchi bo'lib zulm qarshi asla va asla sukut qilmaslik, keyniga yaltaymaslik, to'rtinchi bo'lib namozni joyida o'qish, 5-lab zakat berish, 6-lab payg'ambarlarga bo'lgan iymonimizni mustahkam turish, 7-lab o payg'ambarlarga yordam berish va shundaqla payg'ambarlarning izidan mingyotgan kishilarga yordam berish, ya'ni islom davosiga yordam berish. Islom davosiga yordam berish va aqradtumulloha qardan hasana va o yo'lda pul mollarni chiqim qilish. Mana mushni qilgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo la ukaffiranna ankum. Bizning gunohimizni qana qiladi? Afv qiladi. Va shundaqla bizni jannat kirgizadi. Mana bu bizning vazifamiz. Agar bu vazifalarni qilmay, o'zimiz chaqlab, xohlagancha yashab ketsak, tuzkorlik qilsak, mas'uliyatni ado qilmasak, yo'ldan ezib ketgan bo'lamiz. Ochiq deb qo'ydi Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu Bani Isroildan olgan ahdini, Bani Isroillarning o ahdiga qarshi qilgan ishlarini bayon qilib berdi Qur'on Karimda. Bizning o ahvolga tushib qolmasligimiz uchun qanday bayon qilib berdi? Alloh taolo yana bir oyatda: "Ya qavm, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballohu lakum." Ey Bani Isroil, sizlar hozir zulmdan qutuldinglar. Endi sizlar sizlarga farz qilingan, sizlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan o zimininglarga kiringlar. Ya'ni zimininglarni, vataninglarni qo'linglarga elinglar, zulm qarshi harakat qilinglar, dedi Alloh subhanahu va taolo. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo: "Va la tartaddu ala adbarikum." Ma keyninglarga yanmanglar. Ma badal ig'ri kelib keyninglarga yanmanglar. Fatan qaribu khasirin. Agar sizlar yaltaysanglar, endi chet elga chiqdimi, erkin dunyoga chiqdimi deb bir kishilik turmushinglarni bulab ketsanglar, ama millat g'ami, vatan g'ami deb vatanni xalqni o'ylamasanglar, fatan qalibu khasirin. Sizlar ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Ammo bu Bani Isroillar nima dedi? Musa alayhisalomga: "Qalu ya Musa, ey Musa, inna fiha qawman jabbarin." Sen kirgin yoki uzlum qarshi harakat qilgin degan bilan o zaminda kuchlik bir qavm bor. Ya'ni fan texnikasi yuqori, dunyoda super kuchlar qarab mengayotgan, dushmanimiz kuchlik bizningki. Biz olsaqchi ojiz dedi. Xuddi bizning aramızdaki ba'zi kishilar degandek. Va inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Uni o'zi chiqib ketmaguncha biz kirmaymiz dedi. Xuddi ba'zi kishilar bor, hozir shu Xitoy tashlab chiqsa vatanni, ondan keyin kirganlar bular. Bo'lmasa bizning bir ish qilganimiz baka deb to'xtamay shunda passib gaplarni qilib, kishilarni umidsizlantirgan kishilar bor. Bu kishilar Bani Isroillardan bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo bizning dal osh kishilardan bo'lib qolmasligimiz uchun ularningki ahvolini bizga bayon qilib beryapti. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Agar ular chiqib ketsa, ondan keyin kiramiz dedi Bani Isroillar. Qal rajulani min allazina yakhafuna an'ama Allohu alayhim adkhulu. Amma ikki odam Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadigan, Alloh subhanahu va taolo unga in'om bergan, ne'mat bergan, ma u o'zining vazifasini unutmagan ikki odam udkhulu alayhimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Sizlar o shaharga
onun darvosidan kiringlar. Fa iza dakhaltumuhu, agar sizlar uning kirsanglar, fa innakum g'alibun. Ya'ni sizlar g'alaba qilasizlar dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uningga, ya'ni Bani Isroillarga g'alabaning ishiklarini ko'rsatdi. Bishoratlarini berdi. Va shundaqla ikki odam ma darvosidan kirsanglar g'alaba qila olasizlar dedi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsangiz Allohga tavakkul qilinglar. Ishonchingni yo'qotmanglar deb ikki odam ularni qanday qildi? Rag'batlantirdi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Bani Isroillar ochiq maydonni qanday qildi? E'lon qildi. Ey Musa, ular shu yerdan bo'ldi-kan biz hargiz kirmaymiz. Aran chiqdik chet elga, aran chiqdik erkin dunyoga, endi biz qanday qilmaymiz? Kirmaymiz. Fazhab anta va rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Sen yomon kiradigan no'choq qolsang, kirman desang, sen Rabbing bilan birib urush qil. Innaha huna qa'idun. Biz bu yerda o'ltirib turaylik dedi. Demak, bu yerda Alloh subhanahu va taolo Bani Isroillarning umumiy millatning bir psixiksimizga xabar beryapti. Ya'ni zulmdan yaltaygan. Zulm qarshi harakat qilishni qanday qilgan? O'ltirib olgan. Ma zulm qarshi bir ish qilib, jim tumayli, xalqimizning g'amini yeyli degan kishiga sizlar qilib beqinglar degan. Rabbingiz sizlarga yordam bergandan sizlar qilib beqinglar degan. Agar Uyg'ur millati mush ahvolga tushib qolsak, millatning ishini qilganlar va yoki ma zulm qarshi bir ish qilamiz deb g'am yeyotganlar, mayli millatningki milliy qismi, diniy qismi, ona til qismidan tortib diniy xizmatlarga qadar butun mush zulm qarshi harakat qilayotganlar yolg'iz qolgan ahvol bo'lib qolsa, ish shularning beshiga qilib qolsa, millat beparvolikqa cho'msa, bizning ahvolimiz Bani Isroillar o'xshash bo'ladi. Demak, bular mana shunday pozitsiya bildirish orqali Alloh subhanahu va taologa bergan ahdisini buzgan. Chunki bular ayni davrda zulmdan qutulsak, undaq qilamiz, mundaq qilamiz deb Alloh subhanahu va taologa nurg'un ahdilarni bergan. Ammo zulmdan qutulgandan keyin ahdisini yana olgan. Endi biz vatanimizda qanday ahdlarni bergan, millat uchun undaq xizmat qilaman, millat uchun mundaq xizmat qilaman deb nurg'ulg'an ahdlarni bergan bo'lishimiz mumkin. Hatto cho'ng ishlarni qilaman deb ahd bergan bo'lishimiz mumkin. Endi biz o'zimizning ahvoliga bir qarab boqaylik. Shu ahdimizda mengayotamdiq va yoki chetnab ketdikmi? Agar chetnab ketgan bo'lsak, ahvolimiz xatar, ahvolimiz xatar. Nima uchun ahd berib ahdisini yanğanlarni Alloh subhanahu va taolo mushu dunyodalam jazolaydi. Mushu dunyodalam ularni xorliqqa mahkum qiladi. Alloh subhanahu va taolo ahd berib ahdi turmagan kishilarning oqibati haqida va minhum man ahadalloh lain atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. Ularning ichidan shunday kishilar borki, ular Allohga mundaq ahd bergan. Lain atana min fadlihi, agar Alloh subhanahu va taolo bizga o'z fazlidan bersa, jiq mol dunyo bersa, lanasaddaqanna, ko'p sadiq qilamiz. Allohga pul xarjlaymiz va lanakunanna minas solihin. Yaxshi kishilarning qatoridan bo'lamiz deb mana shunday Allohga ahd bergan. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Alloh subhanahu va taolo ularga o'z fazlidan berib, boy qilib, har xil yo'llar bilan ularni eng boy kishilarning qatoridan qilib, bakhilu bihi. Ular qanday qildi? Bexillik qildi. Va tawallaw wa hum mu'ridun. Ular yuz o'rdi. Ahdisi turmadi. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu. Onun cezasıqa Allah subhanahu wa ta'ala ularning qalbiga bir nifoqlikni tashlab qo'ydi. Munofiqlikni tashlab qo'ydi. Mana ig'ir bir ahvol. Qalbimizga nifoq tushib qoldimi? Bu uruq bexilnadi. Bu uruq darhol ujuq turilmasa bizni munofiq qilib tashlaydi. Demak, ahdiga vafo qilmaslikning birinchi jazosi mana shu. Bugungi kunimizda o'zimiz ahvoliga bir qarab qolgan bo'lsak, agar biz ahdiga vafo qilmagan bo'lsak, bizni munofiqlikning ahvoli shakllangan bo'ladi. Buning alomati qanday bo'ladi? Namoz ig'ir keladi, diniy ishlar ko'zimizga bir qanday ko'rinadi, hijobli ayollar ko'zimizga bir qanday ko'rinadi, mushu saqolli odam bir qanday ko'rinadi, kufr o'zgunadi va shundaqla musulmonlar ko'zimizga bir qanday ko'rinadigan bo'lib qoladi. Bu munofiqlikning birinchi alomati. Biz ahdimizda turmaganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizga mana shunday nifoqni tashlab qo'ydi. Shuning uchun ahdimiz turish masalasi qat'iy sal qoidaga masala emas. Buning birinchi zini, birinchi jazosi mana shunday qalbimizga nifoqni tashlanishi. Ikkinchi jazosi shu, Alloh subhanahu va taolo bizning bugun o'qigan oyatimizning davomida fabima naqdihim mithaqahum, ana shu Bani Isroillar bergan ahdisi turmaganligi uchun la'annahum, biz ularni rahmatimizni yiroq qildik dedi. Allohning rahmatidan yiroqlab ketdi. Allohning rahmatidan yiroqlab ketgan bir millat najot topolmaydi. Ularning yo'lboshlaridan chatoq chiqadi, ularning ulamalaridan chatoq chiqadi. Xuddi chirigan tog'aga o'xshash, nani tutsa shu yerdan chatoq chiqadi. Ma intayin xatarlik bir ahvol. Uning ulumasının tayini yo'q, ziyolisining tayini yo'q, beynin tayini yo'q, o'quvchisining tayini yo'q, hech narsaning tayini yo'q. Mana shundaq bir millatga aylanib qoladi. Allohning rahmatini yiroqlab ketgan millat. Va ja'alna qulubahum qasiya. Uchinchi zina bo'lsa ahd tumaslikki, qalbning qattiq bo'lib ketishi. Alloh subhanahu va taolo ahdis turmagan kishilarni biz ularning qalbini qattiq qilib atdik deydi. Oyat hadis ularga ta'sir qilmaydi. Musibat ularni yumshatmaydi. Ibrat olmaydi, dars olmaydi. Qalbi qetib ketadi. İç ağırtış deydigan bir narsa bo'lmaydi. Rahmat deydigan bir narsa bo'lmaydi. Oyat uningga ta'sir qilmaydi. Allohning so'zlari uning qalbiga kirmaydi. Ondan keyin nima bo'ladi? Qalbiga nifoq tushgandan keyin, Allohning rahmatiga yiroqlashgandan keyin, qalbi qatqandan keyin eng cho'ng bir xatolarga dastaydi bunda bir millat. Qanday qiladi? Yuharrifunal kalima an mawadi'i. Allohning so'zini to'lg'aydi, bormulaydi. O'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yadi. Oyatni qo'ydi, yedisi qo'ydi, ammo oyatni boshqa bir yerga to'lg'aydi.
xuddi zakatni boshqa bir narsa deb tarjima qilganga o'xshash, namozni boshqa bir narsa deb tarjima qilganga o'xshash, jihadni boshqa bir narsa deb tarjima qilganga o'xshash Allohning oyatini bo'rmilab tushunadi va tushundiradi. Va nasu hazzam mimma zukkiru bih. Ular o'ziga eslatgan nasihatninki ba'zilarini unutdi deydi. Yani o Bani İsraillar Tevrat'tan ularga nasihat qilingan nasihatlarning ba'zisini unutgan bo'lsa, mana shunda Allohning rahmatini yiroqlashgan vaqtimizda, qalbimizga nifaq tushgan vaqtda, qalbimiz qatqan vaqtida biz nasihatlarni unutib ketamiz. Alloh subhanahu va taoloning degan so'zlarini unutib ketamiz. Va la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Ularning orasida az bir qismidan boshqa xoinliklarning chiqib turganligini ko'rsan deydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga. Demak, Bani İsraillarda bo'lgan ish agar biz diqqat qilmasak bizdan bo'ladi. Nima bo'ladi? Xoinlik avj oladi. Birisi bizni chaqiradi, birisi birimizga xiyonat qiladigan, bir odam ishonmaydigan, mana shunda xiyonat ko'payib ketadi. Shunga biz Uyg'ur musulmonlar intayin diqqat qilishimiz kerak. Ahvolimiz xatar. Agar diqqat qilmasak, endi ba'zi bir illatlar bor ekan. Yuqorqi oyatlarda deyilgan ba'zi bir illatlar bor ekan bizning xalqimizda. Qanday qilamiz? Tashlab o'tamdik, millatimizni voz kechamdik? Yo'q. Alloh taolo oyatning davomida fa'fu anhum wasbah. Ularni kechirgin. Ularni afu qilgin. Afu qilib, o'ngshirib qilama xalqimiz deb, yana xalqimiz uchun xizmat qilish qanday qilamiz? Tirishimiz. Xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ana shu yahudilarni, ana shu dinga chaqirish yo'lda ba'zi kishilarni afu qilganga o'xshash, bizmo xalqimiz qarta afuchan bo'lamiz. To'g'ri tushunishga tirishimiz. Biz ming qaydab ketili boshqa bir yerdan xalqimizni taqib olmaydi. Biz shu xalqimizni mushu isloh qilsakmi, mushu isloh qilmasakmi, mushu biz bilan taqdirdosh bo'lgan, biz bilan vatandosh bo'lgan millat mana shu. Shuning uchun bu yo'lda birsimizga kechirimchan bo'lamiz. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh subhanahu va taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi. Mana shundaq paytda voz kechmagan, yaxshilarni davomlashtirgan muhsinlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo bizni bu ne'matlarni tunig'ili, ne'matlarga shukr qilgan nasib qilsin. Bergan ahdlarimizda to'g'ri nasib qilsin. Hargizmi Bani İsraillardek ahdisda turmagan, qalbiga nifoq tashlangan, Allohning rahmatini yiroqlashtirilgan, qalbi qetib ketgan, ondan keyin Allohning oyatini bo'rmilab tushundiradigan bu xil kishilarning qatoridan bo'lib ketishdan Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Chunki bunday bo'lib ketsa natijadan bo'ldi ekan, xiyonat aramizda ko'payadi. Hammamiz xiyonatchi bo'lib ketamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamiz afv qilsin, to'g'ri yo'lga Alloh subhanahu va taolo bizni boshlasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.